Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga mana shunaqangi tovada pissa tayyorlaymiz. Judayam oson, 5 minutda tayyor bo'ladi. Bizga kerak bo'ladi doktorskiy kolbasa, har qanday kolbasadan foydalansa bo'ladi, kopchuni yoki boshqa kolbasalardan. Men doktorskiydan foydalandim. Endi 2 dona tuxumimizni, kolbasalarimizni terib olganimizdan so'ng 2 dona tuxumimizni chaqib, yaxshilab aralashtirib, ustidan quyib olamiz va lavash xamirini ustidan qo'yib olamiz, dumaloq shaklidagini. Qo'yib olganimizdan so'ng ozgina qoldiramiz. Ko'p emas, ozgina. Keyin ag'darib olamiz ustini. Keyin eriydigan sirimizni sepib olamizda, ketidan pomidor qo'yib olamiz ustiga va yana ozginaga qo'yib olamiz. Qopqoqchasini yopib, sirlari erigunga qadar. Ko'rib turganlaringizdek pissamiz tayyor bo'ldi. Maza qilib yeyishli bo'ldi. Maza qilib yedik. Yoqimli ishtaha. Agar yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' omon bo'ling.